Ovqatingiz hazm bo'lmay, yana aptekadan yugurib borib, kreon olib kelib oldingizmi? Hozir men sizga tajriba ko'rsatib beraman. Bu siz ichadigan har kungi kreon, ovqatni hazm qiluvchi ferment. Bu esa men ichadigan tabiiy o'simlikdan olingan fermentlar. Mana kashada tajriba ko'rsatib beraman. Bitta stakanga kreon solamiz. Ikkinchisiga esa o'zim ichadigan tabiiy ferment solamiz. Va 5 daqiqaga qoldiramiz tajribani. Chunki vaqt kerak, bilasiz, har bir narsaga. Nima uchun fermentlar nima o'zi? Ozgina ma'lumot beraman. Bu organizmda yegan ovqatlaringizni parchalab, hujayraga yetkazib beruvchi, so'rilish, parchalanish prosesslarini bajaruvchi modda hisoblanadi. Aralashtirdim. Ikkinchi biz og'ir ovqatlar va me'yoridan ko'p ovqat yeb qo'yamiz. Bu esa hazm bo'lmasdan, parchalanmasdan organizmda har xil muammolarni keltirib chiqaradi. Ya'ni qon qo'yiqlashadi, davleniya ko'tariladi, jigarni yog' bosishi mumkin yoki bo'lmasa har xil shishlar, o'pig'illar, kistalar va albatta insulinning buzilishiga, oshli vaznga olib keladi. Mana 5 minutga qoldim. Bu o'zgargani yo'q. Faqatgina salgina o'zgardi. Bunda уже jarayon boshlandi, suyulishni boshladi. Jarayon solingan ko'rib turibsiz. Mana jarayon hali shu bo'yicha turibdi. Salgina o'zgarish bor. Qamoqlari mana ko'rib turganingizdek yopiqroq holda turibdi. Sekin jarayon bo'lyapti. Assimilyatorda esa ko'rib turganingizdek уже suyulib ketdi уже. Turganingizdek proses tezlashdi, juda ham tez. Va hali 5 minutdagi tajriba. 10 minut, 15 minutdan keyin vaqti suyuq holatga keladi.